هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 10-sonli ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu go'zal, ulug', muborak oyning kirishi bilan boshlagan programmamiz mushu go'zal oyda Rabbimizga har xil ibodatlar bilan yaqinlashayotgan mushu go'zal minutlar, soatlar, kunlar munosabati bilan bizga yo'lboshchi bo'lgan bizning suyumli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotini texim yaqindan tanib, uning axloqini o'zimizga o'zlashtirib, shu go'zal axloqlar bilan hayotimizni teximmek nurlandirib o'tish maqsadida boshlagan programmamiz har kuni shu soatlarda davom qilyotdi. İnşallah şu tileklerimiz amalga oshib, bizde bir o'zgarish bo'lishini Rabbimdan tövənçilik bilan so'rash bilan programmamizni yana davomlashtiramiz. Programmamizning doimlik mehmoni Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi, tanilgan da'vatchi, hurmatli ustoz Habibulloh Ko'sanining taklif qilib, qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga ko'p rahmat. Allah razı olsun. Ammalar ma'lum bo'lgandek programmamiz ekran oldida chiqib turgan nomer orqali savollar programmamizga aloqador bo'lgan yoki boshqa bir savollar bo'lsa yazsanglar bo'ldi inshaalloh biz yoki program ichida yoki oldimizdagi kunlardagi programmalarda javob berishga tirishimiz savollarga ko'plagan qarindoshlarimizni manfaatlanishi uchun programmani ko'proq ham baharlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Ustoz yana bevosita bo'lganki programmamizga kirsak Şimdi başlagandan buyon biz har bir bölümni maxsus ayrim bir tema altida elib beryapmiz. Bugungi temamiz Rasululloh va xizmatchilar temasida o'rinlashtirdik. Endi har qanday bir jamiyatning har xil tabiqalari bo'ladi. İnsonga ehtiyojli dunyo endi bu. Mayli biz normal bir kichik bir shirkat bo'laydi yoki idora çoğun idareler bulayla, yani birbirisiga qo'l ustidagi boshqaruvchilar. Biz albatta Rasulumuzning hayotidan oladigan har bir sohadagi kishilar ayrim oladigan nurg'ulg'an o'rnak axloqiy Rasulullohning muomalasi va bugun biz bu haqda to'xtalib baqsak payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ki xizmatchilar shu xodim xizmatchilarga mayli qiz bo'lsin, ayol bo'lsin, mushlarga bo'lgan muomalasi qanday deb albatta buningdan biz bugungi ish boshqaruvchilar mayli maktablar bo'lsin, ish qilib qo'l ostidagilarga qanday muomala qilishni o'rganish uchun nihoyat go'zal bir o'rnaklar so'zlandi albatta. Shu musharin kirsak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala. Shundoq ulamolarimiz din demek kişilik münasebet demek degan. Yani din nima bo'lsa kişilik münasebet. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem innema bu'istu li utammima makarimal ahlaq. Mahiyette men ahlakni muvayiga yetkizish uchun, takamullashtirish uchun evatlagan payg'ambar deydi. Yani bunda degani Rasulullahning zoti shu ahlak dinimizdeki en muhim amil ekanligini ta'kidlamoqchi. Endi bu kishilik munosabatda biz deb keldik, ya ota-onamiz bilan, ya ayolimiz bilan, yoki qo'shnimiz bilan, xizmatdoshimiz bilan muomala qilamiz. Endi bugungi bizningki shu Rasulullohning hayotidan o'gindigan va o'ginib turmushimizga tatbiqlaydigan muhim masalalardan birisi qo'l ostimizdagi xizmatchilarga qanday muomala qilish. Sil degandek Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyani bir-birimizga muhtoj qilib yaratdi. Yalg'iz yashag'il bo'lmaydi. Boshqalardan behojat yashag'il bo'lmaydi. Endi bu xizmatchi bo'lgan ekan, endi buni men xo'jayindim, sen xizmatchiting deb buni bo'zaq qilib oldigan yoki uning haqqini yeb oldigan ish dinimizda og'ir cheklandi. Bu bir nuqta.
ikkinchi nuqta shu qarindoshlarimiz biz shu masalalarni so'zlayotgan vaqtida 1400 yil burun deyilayotganligini farq etish kerak. Masalan, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ayollarga qanday muomala qildi deb davatgan vaqtida 1400 yil burun hozirgi Yevropa, Amerikalar ayollarni odam deymizmi, odam demaymizmi deb yurgan vaqti. Tamam. Rasululloh xizmatkorlarga qanday muomala qildi deb biz so'zlayotgan chaqda dunyoda uchadi xizmatkorlar qullandi. Ya'ni odam qatorida ko'maydigan bir vaqt. Shuning biz hozirgi deyotgan gaplarimiz hozirmi shunda ilg'or, ammo 1400 yil burun bu qo'ydigan bu masala shu bu kal bilan tushunsak, bu ajoyib bir ulug' katta bir yo'l yo'riq ekanligini ko'ra olamiz. Hamda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam xizmatchilarga tutgan pozitsiyasida bizga ajoyib bir isil o'rnakni qoldirib ketgan. Kuyimchanlik, mehribonlik, insof, adolat mana mushu ishlar bilan ya'ni muomala xizmatchilarga mushu o'lcham bo'yicha muomala qiladi. Hamda men deganda yine bugun men sizlarga bir vaqalikni deyman. Mush vaqalikdan ya'ni Rasulullohning naqadar xizmatchilarga yaxshi ko'rdiganligini bilib olsak bo'ladi. Rasululloh biz o'rnak. Masalan, hammamiz bilamiz Rasulullohninki bir tarbiya o'g'li bor. Zayd ibn al-Harisa deb. Bu bola asli Rasulullahning qashi qanday kelib qolgan desalar, bu balaning qabilasiga, ya'ni ota-onasi erlar birga ketgan vaqtida yana bir qabila hujum qilib keladi. Bu shu vaqtida ya'ni kim kuchli bo'lsa ojizlarni bulab yashaydigan davramda. Ya'ni bulangchilik yashashning bir usuli hisoblanadigan davramda. Shuning bilan bu Zayd ibn Harisani şu 13-14 yaş vaqtlarida şu urushda asir elib ketadimdi. Asir elib berib bu asir ağallar Ukaz bazarda, Araplarning jildi burdigan bir Yermanka bazarı bu. Ukaz bazarda buni satqıla chiqadi. Chiqqandan keyin Xadija onamizning tag'isi, ya'ni Rasulullohning tunji ayoli Xadija onamizning tag'isi Hakim ibn Hizam degan odam Xadija onamizga 400 dirhamga epirdi. Yani demek qo'l qilib setilib ketdi degan gap. Shu chunki shu chaqda kim urushib, kimni asirga olsa demek uni qo'l qiladi shu davrda. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xadija onamiz bilan to'yqandan keyin Xadija onamiz bu Zayd ibn Harisani Rasulullohga hadiya sifatida Rasululloh hadiya sifatida berdi. Endi bu Zayd ibn Harisaninki dadisi bu ahvolni o'qib noytibak ig'ir azoblandi. Hatta shu she'rlarni to'qib ketdi-da. She'rlarni to'qib nim dedi desa Bakaytu ala Zaydin wa lam adri ma fa'al ahayyun fayurja am ata dunahu al-ajal. Yani Zayd bilmayman tirikmidi, o'lganmidi, uning ajal to'shqanmidi deb mo'yinda yig'lab qaqshab yurgan davrida shu kishining qabilasidan haj qilg'ili Makkaga bir necha kishilar kelib Zayd ibn al-Harisani ko'rib qoladi. Xo'sh. Ko'rib qolib shundan umu o'zining qabilasiga adamni to'nib dadisiga bir she'r beyt to'qish orqali o'zining shu Makkada yashayotganligini Ablighu ahli hazi ma bitni mening oilam deb biringlar. Ahinnu ila qawmi wa in kuntu na'iya bi anni qatinul bayti indal mashaa'iri. Yani men shunda jiroq bo'lsam-mu ularni bak sig'indim. Men shu muqaddas zimindagi haramning qashida turyapman degan gapni she'r to'qib ota-onasiga yo'llaydi. Shundan ota-onasi buni bilib darhol Zayd radhiyallohu anhuning dadisi Harisa va tog'isi Ka'b ikkisi birlashib Makkaga keldi. Makkaga kelib Rasulullohni izlab tepib shuning bilan
Rasulullah nada desa falan yerda Rasulullahni topgandan keyin tepib, "Sil bu haramning puhralari, silbak yaxshi esil adamlar. Bizning bir arzu, umidlarimiz var, yerda qo'ymasanglar degan keyin nima degan keyin mush Zaydning masalasi, Zayd manda degan keyin yana boshqa gapinglar bormi degan keyin yo'q degan keyin unda bo'lsa deydi biz xohlagan pulni bersak degandan keyin payg'ambar alayhisalom "Men pul lozim emas. Zaydni chaqirma. Uni tanlash qo'yib turma. Agar siz bilan kessa pulni olmayman, sizga berayman. Ammo meni xolab qilib qolsa, meni xohlagan odamni pulga sotmayman." deb shundan Zayd radhiyallohu anhuni chaqirdi. Chaqirib, "Zayd mau kim o?" degan keyin "Mening dadam Harisa. Mauchu mening tag'am Ka'b bo'ldi" degan keyin "Zayd, sening dadang mushunda deb keldi. Kaptu. Meni bilsa, mening kimligimni bilsa. Hozir seni oldidan tanlash va. Agar ota-onang bilan ketaman desang, xohlasan kessang bo'ladi. Yo'q, men bilan qolaman desang, tanlashingga hurmat qilma" degan keyin "Men sizni tanlayman." O'ylab baqsizlar. Muhammad alayhisalomni, ya'ni shu chog'da sizni tanlayman dedi. Payg'ambar bo'lmagan vaqtmi bu? Payg'ambar bo'lmagan vaqtmi bu? "Men sizni tanlayman" degandan keyin o hayron qoldi-da. Bu qulluqni tanlamsa bolam ota-onangni qo'yib mush odamni tanlamsa degan keyin "Ma adamni bir gap bor, ma adam bak esli adam, mash adam bilan yashayman" degan keyin payg'ambar alayhisalom xo'shal bo'lib, Zaydni shu darhol xoni Ka'bani oldiga chiqib, butun xaloyiq anglab qo'yinglar. "Zayd bugundan boshlab mening o'z bolam bo'ladi va mirosxo'rim bo'ladi" deb e'lon qildi. Keyin Alloh subhanahu va taolo unda boshqalarning bolasini o'zining bolasi qilib olishga bo'lmaydiganlik to'g'riliq oyat tushdi. Demak, o'ylab baqsizlar, mush qissadan o'zining jutini tashlab, ota-onasiga, hamda Rasulullohga nisbatan bu bal qo'l hamda. Qo'l. Lekin Rasululloh buning shunday darajada muomala qildiki, o'zining ota-onasidan, o'zining jutidan kashkidek darajada go'zal muomala qildi. Xo'sh, endi biz mushu bir odamni ishiltib, shu odam bizning haqqimizda ota-onasidan kechish emas, bizlar rozi bo'lib ketsa, bak xo'sh bo'lsa qo'ldamdi. Nima emas. Bir chaqda bir gap chiqdi. To'y qilib bo'lgan ayollardan ikkinchi qatim to'y qilish kelsa, mush eringizdan to'y qilamsiz, ikkinchi qatim mush ayolingizdan olamsiz desa, nurg'un chatoq chiqib, ya'ni shunami? Ya'ni bir savollar bo'ldi-ku televizorlarda. İşte bir ayoldan sen ikkinchi qatim to'y qilish fursat qolsa, "Ma ering tigamsa" deb. Eridan sen almoş ayolni agar hozir qayt elish to'g'ri kelib qolsa, burun olamti desa, nurg'un rasga qilmasa musobaqada pul skamlab ketgan deslar. Rasga qildim, men rasga qilsam to'y qilmaydim, rasga qilsam tegmaydim deganda. Tamam. Ham demak mush vaqalikning o'zidan Rasulullahning o'z xizmatchilariga, hozir uchoqda qo'ltig'i dedim, qo'l hech qanday qadar qiymati yo'q jamiyatda. O bir sınırın mal mülktillam ibaret. Halısla çıkıp satıla, halısla solap koyla, halısla urla. Hiç kanda uçadı bir adam eyip almaydıgan bir zamanda Resulullah'ın hayatıdaki maşallık tarihini köysek buladı. Mana bu Resulullah. Hoş, bu nayet güzel içip peygamber oldu. Hem de Peygamber Aleyhisselam'dan belki Resulullah'ın yaxşı gör, hizmetçilerinin ki etrafındaki Resulullah'ın yaxşı görüşük sebeplerinden birisi olmuş mümkün. Eğer bunu biraz kengaytiş doğru kelse. Hatta özünük Resulullah herkes o cemiyetteki başkalarına okşaş bir tasavvurumuzda etrafında onluğun hizmetçiler kol koşturup durduğun banda bir xiyal kep kalmasın körülmelerimizden emesek ama xiyalığa. Nait addisede hatta ki biz ötken derslerimizde sözüldük. Özünün kızı Fatima radıyallahu anha çarçap ketkenligini bildirip kelgen vaxtıdı mı? Onunla dua öğütüp sabır kılışını buyurgan bir Resulullah hamdi. Herkes onda bir xil bazı bir kabile başlıklardaki anda bir düşünüp kalmasın. Özününlə emas, hatta ki şu vaxtdaki aciz miskillər başqalarının qulu bob yaşayat qallarını Resulullah'ın acayip yaxşı görətdi.
Şu xizmatchilarninki boshqalarning qullari bo'lgan shularninki Rasulullohni ta'sirlanishi bu qadar yaxshi ko'rishiga sabab nima degan to'g'risi ekan. Anda bu şu demek insanlar bir adamı nima uchun yaxshi ko'rdi desa, shuningga ko'rsatilgan marhamatdan yaxshi ko'rdi. Biz Allah subhanahu wa ta'ala nima uchun yaxshi ko'ramiz? Bizni yo'q yerdan yaratdi, bir qiziq berdi, bizdan badalsiz bizga marhamat qilib kelyapti. Ash Bilal radhiyallohu anhu qissimi boshqa qul Rasulullohning ilkidagi emas hatta shu. Ashda ajoyib ta'sirli qissalar bor xo'sh. Masalan, men bunda Rasulullohning hayotini o'qisak, mush Rasululloh cho'ng, kichik, qul, ojiz, boy, kambag'al demay, hamma odamga tang, o'xshash go'zal muomalada bo'lgan va shu jamiyatningki eng cho'nqur yerlarga singib kirib, jamiyatni yaxshi tushunib, hamma odamga qo'ldan kelishcha xizmat qilgan. Buni bizning hozirgi shu siyosiy yo'llar, ish beshidagilar o'gindigan, hammamiz o'ginishdigilar ishkan. Masalan, shu Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday deydi. Bu nima uchun shu vaqtdagi xizmatlar Rasulullohni yaxshi ko'rdi desa. In kanatil amatu min ahli al-Madina deydi. Bir didak deydi. Mush Madina ahlidan bo'lgan bir didak Rasulullohning qo'ldan tutib mening ishim bati deb qo'ldan tutib mangsa, ash didak qo'lni qo'yatmayacak Rasululloh qo'lni tatib olmaydi dedi. O'ylab baqsizlar. Bir didak, ya'ni bir xizmatchi. O xizmatchi Rasulullohni aptidiga opirib, ishini puturib, mushtaq qilmayacak Rasululloh o'ziman ketay deb ketmaydi dedi. Ham bunda o'ylasak ba'zida ish mumkin, ish yo'qdimi uni yo'q. Rasululloh vaqtdan vaqt chiqarib, uyquni tashlab, ya'ni mushdoq xizmatlarni qilish orqali Allohga ibodat qiladi. Bu Rasululloh mushdoq ishlarni ibodat deb biladi. Shunga hadislarni o'qislar, shunama bir qilindi shunning. Hojatidan chiqish masalasida o masjiddan itkab qolgandan yaxshi. Mening masjidim dedi. Mening masjidim itkab qolgandan yaxshi. Bir banda insonning hojatidan chiqsa Alloh qiyomat kunining hojatidan chiqadi. Ya'ni ahabbun nas ilalloh anfa'uhum. Allohga eng suyumli kishi, insonlarga eng ko'p manfaat yetkazgan kishi. Buni Rasululloh degan. Shuning uchun o'zi Rasululloh buning amal qilgan. Undan keyin Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zim shunday qilgan va buyurgan. Rasululloh kimning qishida xizmatga qo'l yoki xizmatga bo'ldi ekan, yeydigandan yugizsin, ichidigandan ishkizsin. O'ylab baqsizlar. O'z yegandan yeydi. O'zan keygandan keydi deydi. Manda gap nada bo'lganini o'ylab baqsizlar. Shuningga Abdullah ibn Abbas raziyallohu bir kun qarasa, o'zi o'xshash kiyimga xizmatga o'xshash kiydirib olgan. Nim bo'ldi? Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Ya'ni masalan xizmatchiga menga deb eshib qolgan tamoqni yoki o'zang go'shini olib go'sh yo'q ashni yoki o'zang cho'pni olib suv qo'sh, unda ish yo'q. Nima yeysan shuni yegizsan, nima ichsan shuni ichkizsan, xizmat qilib tari qurib o'g'ucha haqqini bir pulsan. Tamam. Masalan Anas radhiyallohu anhu, Anas radhiyallohu anhu shunday deydi. Men Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtida Rasulullohning bir xizmatini qilgan odam yo'q deydi. Şan Abu Talha mening qo'limdan tutib, meni Rasulullohning qashiga akilib, "Ya Rasululloh, ma ana so'sa xal aqlliq bala, sen xizmat qilsin" dedi. Shuni olam men Rasulullohga mayli mushu Makka Madinada bo'lsin, mayli Rasululloh safarga chiqqan bo'lsin, xizmat qildim. Xizmat qilish jarayonida ma gap mana hammamiz diqqat qilmaylik. Bir ishni qilsam, nima uchun qilding demadi. Bir ishni qilmasam nima uchun qilmading dedi. Hem bir hadisda boshqalar meni nima uchun mani qilding deb tanqidsa Rasululloh meni qo'g'dab, "Voy bo'pti, buldog'ish bo'pti" deb meni qo'g'daydi dedi. Endi men sizga o'ylab boqay. Ya'ni 10 yillik jarayonda Rasululloh bir qatimmi mush qatimga nima uchun mana shuni qilding, nima uchun qilmading demasligi. Rasulullohmi insongo. Bir insonningki kayfiyati davomli yaxshi bo'lmaydi. Shunama ba'zan achchig'imiz keldi, ba'zan xafa bo'lamiz, ba'zan xo'shal bo'lamiz, ba'zan chaqda jil bo'lib, nerv bo'lamiz. Voy Rasululloh inson to 10 yil Rasululloh xizmat qildim, bir qatam deb baxmadi dedi. Deb baxmadi. Ya'ni bir qatam
tilni bir chakillatib baxmadi. Shuning uchun ma xizmatchilar o'zining bir Rasulullohning qashdan kelsa erkin bo'ldi Zayd ibn Harisa. Erkinlikka va ota-onasiga va o'zi qin tugilgan jutdimi bak Rasulullohni yaxshi ko'rishi mushundaq buni. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'ylab baqsizlar. Davomli xizmatchilarga alaka haja deydi dedi. Bira ehtiyojing bormi? Bira ehtiyojing bormi? Ya'ni qo'l osti xizmatlarninki nima ehtiyoji bor, ularning nima dardi bor, buni bilish deydi. Ondan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam xizmatchilarni taqatidan sirt ishlarga buyurmaslikni buyurgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi: "Qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-amali illa ma yutiq." Sen bir xizmatchini xizmat qilsang, kiydig'inni ba, yeydig'inni ba va kuchaydigan ish qilsal deydi. Mana bu Rasulullohninki. Ana degan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'ylab baqsa, Anas radhiyallohu anhu shunday deydi: "Men Rasulullohga 10 yil xizmat qildim, bir qitim deb baxmadi. Qilgan ishimni nima uchun qilding demidi, qilmagan ishimni nima uchun qilmading demidi?" Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bütün odamlar ichidagi eng axloqli edi. Xuddi ipak paxtaga o'xshaydi deydi. Qo'l shunda yumshoq, ipak paxtaga o'xshaydi. Rasul sallallohu alayhi vasallamning qo'ldek yumshoq qo'lni tutib baxmadim. Rasulullohdan bir miskining puruq keladi deydi. O'ylab baqsizlar. Rasulullohdan bir ambar miskining puruq keladi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan chiqqan ta ettirdim puruqliqdi deydi. Ya'ni bu ne kadar bularning yaxshi ko'rdiganligini ifodalayapti-da. Rasul Ayşe anamiz deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ya o'zining oilasidan bir odamni yoki bir xizmatchini yoki bir qulni hayotida bir odamni urib baxmagan deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning tilida bunday haqlarni tillaydigan lug'at yo'qdi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala shunda bir xislatlik zotdiki, ya'ni insonlar mana yaxshi ko'rib qolgan. Nima uchun yaxshi ko'rib qoldi? Mana yuqorqidek noyata go'zal muomala qiladi. Qadrlaydi insonlarni. İnsana her birisini qadrlab, her birisini yaxshi ko'rib, o'zi bilan o'xshash ko'rib qolgan ekan, albatta Rasulullohni yaxshi ko'radi demdi. Biz shuni qila olsak, albatta bu shu hayotlikda shuni amallashtirib olsak, o'zimizning oilasiga, o'zimizning tuqqanlarga, atrofimizdagi odamlarga shunda go'zal muomala bo'lib, ko'ngil keksimizni kengir qilib, apuchan bo'lib, anadagi shu bilmaslik bo'lib olish shu. Nurg'un xatolikni ko'masga silib olish. Rasululloh işte xislatlar var inşallah biz deyişimiz bunu. Kısa inşallah bu dünya şunda güzel, hatırcam, üzüm jürek kesildiğin jirak, nervi kesildiğin jirak, ciddileştiğin jirak bulduğun gibi. Köpünlük rahmetim. Rasulullah hizmetçiler hatalık ötküzgende qandaq muamele buladı? Hoş, hem de hemimiz bilimiz insan demek hatalık ötküzdü demek. O insan bakın hatalık ötküzmese o Allah ulap kaldı o. Yani hatalıksız, noksansız der kim deyimiz? Allah'ın deyimiz. Subhanallah diye Allah eyip noksandan hatalıktan pak diye olamaz mı? Şun bir adam hatalık ötküzmese Allah ulap kaldı. Şun peygamberler mi hatalık ötküzdü lekin derhal Allah onu kana kıldı? Tüzdüydü. Demiş kalsa kılan işi dinlemez mi? Şun olan bize insanın hatalık ötküzüşü bek normal ahval. Ama hatalık ötküzüşlerinin en yaxşısı şu hatalığını tunup yanğallah tavvabın. Hem Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu hizmetçiler hatalık ötküzüp kalsa hatta hatalığı tekrarlansın mu onu keçirip etişini köngül keksimizni nadi kengri kılışkı buyurukkan. Bir adam kelip Resulullah dedi. Ey Allah'ın peygamberi hizmetçilerini kaç katım keçiriyetimiz dedi. Peygamber sallam cem dedi. O adam ikinci katım sordu. Ya Resulullah hizmetçilerini kançılık keçiriyetimiz. Bu keçiriyorum da buna bir çeki bağ mı? Depte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü katımda bir günde 70 katım keçirse dedi. Bir günde 70 katım keçirse. Peygamber aleyhisselam kaşığa Peygamber aleyhisselam şu
xizmatchilarga azor berish, xizmatchilarga ziyon yetkazishninki nihoyatda ig'ir gunohligini bayon qilib shunday deydi. Oysha onamiz deydi, bir odam kelib payg'ambar alayhisolamning qishida o'tadi dedi. O'ltirib, "Ya Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, mening xizmatchilarim menga yolg'on aytadi. Menga xiyonat qiladi. Va mening degan gapimni o'rindamaydi. Shuning bilan men ularni tillayman, uraman. Men endi qanday bo'lib ketdi bu ishlar?" Ya'ni yolg'on aytadi, xiyonat qiladi, qildigan ishni qilmaydi. Shuna men tillab urib salaman. Zodi bu ishning nim bo'ldi, shuni bir qilib pasladi deb payg'ambar sallam dedi. Ularning xiyonat qilgani, sening buyrug'ingni qilmaganligi va sen yolg'on aytganligi hisoblandi. Va sening ularni uyg'onliging jazoliging hisoblandi dedi. Agar sening bergan jazoring ularning gunohiga to'g'ri kelsa, sen mi jazolanmaysan, ular mı jazolanmaydi. Agar sening ularga bergan jazoring ortib qolgan bo'lsa, qiyomat kunsi sendan qisos ilindi. Ana bu hadisda nima tushundu desa, bu qanday o'lchapga bo'ldi? Ma ishqa manchilik urma, manchilik urdi, ya manchilik urma degan bo'ladi. Bo'lmaydi. Ya'ni maniqs bir shaplaq, maniqs ikki shaplaq. Shundan bu sahabi o'tirib yig'lab ketdi dedi. Yig'ilgan kin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Hey, ama taqra kitaballoh. Sen Allohning kitobini o'qimadingmi? Wa nad'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Fala tuzlamu nafsun shay'a. In kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Biz qiyomat kunisi adolat tarozisini qo'yamiz dedi Alloh. Hech kim faqat zulm qilmaydi. Ya'ni hech kim zulm qilmaydi. Agar qichining donchichilik bir ish bo'lsa, uni biz hozir qilamiz. Biz hisob epkilimiz, hisob qilishga kifoya. Deganken bu adam, "Ya Rasululloh, eng yaxshisi men bu ishda boshqa amal yo'qkan ozodlik qilib o'tay. Ey Allohning payg'ambari guvohlar, hamma qullarim ozod." Ozod qilib o'tay deb ozod. Chunki o'ylab baqsizlar, bu xiyonat qiladi. Bu yolg'on aytadi. Bu mening gapimni anglamaydi. Undan nima urma degan Rasululloh. Ash qanchalik usang ishing yaxshi. Agar ortib qilsa oldi degan, men dedim, "Yani yog'a aytganda chaplaq urdi, maniqanda chaplaq urdi, uni jinglab, kilolab, metrlab urib o'ltiramdi ne?" Aslida dinimiz bu shu qulluq nemasini yo'q qilish uchun maqsad shu. Tadrijiy holatda Maqsad bu jamiyatda mavjud bo'lgan bir sistem to'g'risi. To'g'ri. Ammo kaplam tuyuqsizdan buni qilmasdan balki nurg'un bir jinoyatlarga, inson xatolik o'tkazgan jinoyatlarga shu qul azod qilish degandek narsalarni tashviq qilish bilan. Tashviq qilish. Shu mana o'sha gapirib qisdamdi. To'g'ri. Shu gapadayna. Shuni eng yaxshisi bu odam, eng yaxshisi men xotirjam shu bularni azodlik qilib olsam, azod qilganni ajrini oladi. Hem gunaha nima bo'lmaydi. Shuning uchun ana mana xizmatchilarningki shu haqqini, xizmatchilarni tillaydigan, haqoratlaydigan, bo'zaq qiladigan odam bo'lsa, mana Rasulullohning bu hadisi qiyomat kunsi hamma odam chuqum, hammamiz ayrim hisob beramiz. Biz mo'min shuni kunda o'qimay, mas surfatada kunda o'qiymiz. Maliki yawmiddin. Allah hisob kunning mutlaq podshohidir. Ya'ni 5 vaqt namoz o'qigan odam kunlik nima deymiz? Allah hisob kunning mutlaq podshohidir degan bo'ldi. Maliki yawmiddin surfatada. Demak, sening bir degan hisob kuni bor degan bo'ldi-ku. Ya'ni kunda 30 qatim sening hisob kuning va deb oxirat ko'rib, voy uxmabdi ekanman, bilmabdi ekanman deb qutulaymizmi? Shuning nima uchun surfatani kunda Alloh bizni 32 qatim o'qig'ili buyurdi surfat namozda. Mush hisob masalasi. Davomli inson hamin bir kun Allohning oldida hisob berdiganligini unutmaslik kerak. Masalan, hozir telefonni ochib, Google'ni ochib, My Activity, ya'ni mening faoliyatim degani assala, bugunda nega vola, nima ish qilla, qaysi filmni ko'la, qaysi torbikat ko'la hozir chiqarib berdi ekan. Ya'ni mana shu nama amal daftari ekanda bu. Alloh nima deydi? Qichaning danchilik bir ish bo'lsa, o'ttirib chiqiramiz. Va kafa bina hasibin. Biz hisob qilishga yetimiz degani bizga qattiq ogohlantirishdi. Allah subhanahu wa taala shu ulug' Ramazonning haqqi hurmati uchun hammamizning gunohini afv qilib, o'sha hisoblarimizni oson qilsin. Har bir musulmon
haqiqatan o'ylash kerak endi. Albatta. Endi bu shu endi Rasulullohning davrida bu qulluq bir sistemasi, bu yerdagi xizmatchilar hargiz ko'pincha asosiyatdan o'zining mulki hisobidagi xizmatchilardi. Qullar ya'ni yoki didaklar. Bularga endi shu o'zining qo'l ostidagi endi inson bo'lganligi uchun hattoki hayvoni bo'lsa uningga zulm qilmaslik to'g'ri Rasulullohninki. U ko'tarilmaydigan yukni atmaslik nurg'un hadislar bor emasmi? To'g'ri. Bugun insoniyat, ya'ni islom dinimiz ya zulm qilmaydi, ya boshqalarning zulm qilinishiga qarshi chiqadi. Xo'jayinning zulm qilinishiga qarshi chiqadigan bir din bu. To'g'ri. Hargiz xizmatchining huquqini qo'g'dab, xo'jayin nim bo'lsang bo'l deydigan bir din emas endi. To'g'ri. Bugun bir sistemda masalan bir xizmatchi yoki bir ishchi xo'jayin bilan bir to'xtamlashib xizmatga o'rinlashdi degan kelganmiz. U xo'jayinning talab qilgan xizmat talab qilgan haqlari va xizmatchining uningga berishga tegishli haqlari bor endi. Biz yuqorqidek masalan yuqorida tilg'ilinganlarning hammasi yaxshi muomala qilish kerak, xatolik o'tkazishmi, uni qismi, buni qismi deb xizmatchining tarafida bakrak turdik. Bu xizmatchi yana mening shunday haqqim bor ekan, men shunday kuchli ekanman degan bir tuyg'u bermaslik uchun, chunki uningni ado qilgan nihoyat ig'ir biramdi. Chunki bir bugungi davrimizda hozirga solsak, bir ishga kirishdan burun xo'jayin talab qildi uningdan masalan, shu ishga rioya qilasiz, shuningga kelasiz deb bir to'xtam bilan ikkisi o'tirsiz deb to'xtam bilan kirdimdi. Bu talabni ado qilmay davomli ishlayversa, u xo'jayinning bunga gapi chiqadi. Ham Allohning oldida xo'jayinga bugun dunyoda taqsirat qilgan bo'lsak, hisob beradigan gapda hamda. Bu masalada xizmatchilar qanday bir nimalarga diqqat qilish kerak? Amdaligi hammamizningki mas'uliyati bor. Masalan, shu men bir fatvoni ko'rib hayron qolgan. Masalan, sizlar bir odamda ishlaydi. Kelishgan chaqda sizlar ishlagan vaqtda 8 soat bir kuni 8 soat ishlab birma deb 2000 TL ga maoshiq deyishlar. Endi bir musulmon kunda 5 vaqt namoz o'qiydi. Endi xizmat jarayonida hech bo'lmasa peshin bilan asrni o'qiymiz shundami? A fatvoda deydi, agar sen peshin asr o'qisang, xo'jayinga yarim soat ortiq ishlab bermasang, og'a maoshing harom deydi. İştahlı. O'ylab baqsizlar. Biz mushta hisoblab qolsak, masalan biz mi ishlaymiz, qishimizda odamlar ishlaydi. Biz deymiz bir oyda 22 kun ishlaymiz yoki ishiltimiz shundami? 22 kun ichida 8 soat ishlaymiz desak, 8 soatda ishlamay 7 soat ishlab 1 soatni ishlamasa, demak og'a maosh harom deb tushunadi. Çünkü namaz nima? Xizmatni namaz çünkü Allah qildi. Allah qildi, Alloh bilan sizning ishing deydi. Shuning uchun yarim soat namoz o'qish vaqt ortiq ishlab birsa. Tamam. Bu vaqtim bor. Ammo endi mundaq, masalan, mushu xizmatchi ashunda yaxshi ishlab bermasa, demak o xizmatchiga zulm qilib bo'lmasa, xizmatchining o'g'li bo'lmasa, qanday qildi xo'jayin? Yani xo'jayin bu yer ziyon qo'shilish ehtimol qildi. Masalan, xo'jayin bilan xizmatchiniki mijoz kelishmidi. Gap qis unimidi. Mushtav qolsa, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam agar mushtundaq ahvol yuz bersa, eng yaxshisi xizmatchini almashtirib o'tish. Xizmatchini asla Xudoyimga amonat. Sen bu ishni qil, men bosh xizmatchilar hal chora mush. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir hadisda Imom Ahmad rahmatullohi naql qilgan hadis sharifda من لامكم من مملوككم فأطعموا مما تأكلون واكسوهم مما تكسون dedi. Sizlarningki xizmatkorlardan sizlar mandaq mas kelganni, maslashganlarini yegan tamoqlardan yegizinglar, keyginingdan keygizinglar dedi. Agar maslashanmasanglar, ya qul setib o'tinglar, tijorat cho'p qolsa, xizmat cho'p qolsa, asta ukam Xudoyimga amonatdanglar. ولا تعذبوا خلق الله. Allah'ın bendelerini, mahluqlarını azapla hakkında yok dedi. Yani bunda degine hizmetçi naçar eski olsa, bu eski olan ki men eskil qilma deyişki yol yok. Bunun çaresi neyme dese Xudoyimga amonat. Qul setvat hizmet çok qalsa, asta Xudoyimga amonat deb to'xtamni bekor qilamsan nim qilib, mushuni arilib ketinglar. Yani urushqa, tillashqa ruxsat yo'q deydi.
Shuna bo'lgan ekan, masalan bizning bu bir mashinamizni haydaydigan shofer bor ekan, yo uyimizda bir xizmatchi bor ekan, yo shirkatimizda o'z bir xizmatchi bor shundami? Agar chiqishamay qolib qolsak, uningga azob berish, uningga bir xo'rlash ruxsat yo'q. Eng yaxshisi Xudoyimga amanat. Sizmi bir yerdan xizmat tepilang, menmi o'zimni olib qolgan bir ish tepilaydi bo'ldi deydi. Ammo uni bo'zaq qilish, xo'rlash, urush, tillash, qilish har qanday ish buningga durust bo'lmaydi. Ya'ni zulm qilish durust bo'lmaydi deydi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oxirgi vasiyati o'ylab baqsizlar, bu masala qarindoshlar. Ma bir Rasululloh bir vasiyatni qilgan. Bu vasiyatni qilganda Rasululloh sakratga tushib qolgan vaqtida deydi. Rasululloh sakratga tushgan chaqda vasiyati as-salat salat. Ey ummatim, namozni ching tutinglar. Ma namoz deb va ma malakat aymanukum, qo'l ostindagi xizmatchilarni, qullarni xizmatchilar. Shular zulm qilmanglar. Shularga marhamat qilinglar, silrahim qilinglar deb Rasululloh jin chiqishdan burun bu vasiyatni qilgan. Mencha siz bizdek bir mu'min, musulmon bir musulmon o'ziga shunda deb bilsinki, Rasululloh menga qo'l ostindagi xizmatchilarga yaxshi muomala qilishga buyurgan. Rasululloh sakratda mana shuni buyurgan. O'ylab baqsizlar. Oxir vasiyatin awsa biha nabiy sallallohu alayhi vasallam hina hadaratul vafat dedi. Payg'ambar alayhisalom sakrat tushgan vaqtga eng oxirgi vasiyati bo'lsa, va huwa yug'arg'ir deydi, chunki jon talishayotgan vaqtida deydi. Qalat as-salat va ma malakat aymanukum. Namoz. Sizlarni namozga tavsiya qilaman va qo'l ostingdagi xizmatchilarga tavsiya qilaman degan. Buni bu hadisni biz yetkizdik. Shirkda va adam ishiltiyotgan xo'jayinlar hammanglar aldinglar. Rasulullohning xizmatchilari qarta bizga qilgan eng go'zal nasihati bu. Hammamiz ulug' Ramazonda agar qo'l ostimizda ishlayotganlar bo'lsa, mushundaq ularning haqqini ado qilish, ularning haqqini yo'qotmaslik, ularni bo'zaq qilmaslik, ularning har xil sharoitlardan foydalanmaslik, fursatparastlik qilmaslik, manfaatparastlik qilmaslik. Mana siz biz mu'minlarning ashlar shu bizni bir haqiqiy yaxshi ko'kdak darajada Rasulullohning axloqi bo'yicha mana mushunda yashash. Qiyomat kunsi mana hisobimiz oson bo'ldi. Rasulullohning bu vasiyatini biz ilik olgan bo'lamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan bu so'zlar men shuni eslatdi, buni tilga olmay o'tolmayman. Marhum Maqsum Ajimkam, Abdullah Muhammad Maqsum Ajim. Alloh yatqayni jannat qilsin. Alloh yatqayni jannat qilsin, amin. Shu odamimiz, shu ustozimiz Turkiyaga yangi kelgan vaqtda men shu yaqinlari, shu birga ishlagan odamlar so'zlab bergan narsa bu. Ve hadis tadqiqot markazida ishlab turgan boshda yangi kelgan vaqtida Turkiyaga. Vaqti jamiyat qurilishidan burun bo'lsa kerak. Shu Istanbuldagi hadis tadqiqot markazida. Shu ishlagan vaqtda Maqsum Ajimkamniki shu narsani vakil abaytili asli masalan xizmat to'xtamashgan bo'lsa, manchi soat to'xtamashgan bo'lsa, shu vaqtda cho'qim shu xo'jayinning haqqi deb ishlaydi odam. Shu Maqsum Ajimkam shu ishdan kelishi bilan shu ishlaydigan markazga kelish bilan telefondan taqaydi ekan. Telefon taqab xizmatdan chiqishi telefon taqaq. Maşallah. Boshqalar nima ish qilib bu telefon taqib oldi, biz telefon ulashanmadik bizning. Men bu yerda manchi soatlik xizmat qilaman deb qildim. Meniki bu yerda telefon, u yerda telefon kelgandan keyin men xizmat vaqtimda boshqalarga bergan so'zim bilan bundan telefon kelib, men so'zlashib qilib, xo'jayinning haqqini yevilishdan qo'rqdim degan ekan. Maşallah. Bizning mush zamonimizdagi o'rnaklarimizda ham bizga mush xizmat jarayonida ko'p ba'zi vaqtda yig'inlarni ochganda deydi bizga. Hatto xizmatchininki xizmat vaqtida Qur'on o'qishimi, olimlarning fatvosi, Qur'on o'qib o'ltirishimi xato, u haligiz joiz emas. Chunki u Alloh bilan sizning o'tirgandagi ish, sen madamiki bir yerda ishlayotsan, shu xizmatingga butun vujuding bilan berilsa, boshqa ishni qilish asla joiz emas. Qur'on o'qishim joiz emas degan narsalarni biz tavsiya qilamiz. Chunki ash xo'jayinga yaxshi ishlab berish o'zi ibodatda. Albatta. O'zi ibodat. Haqiqatan ham her ikki tarafga bugungi programmamizda ham ish boshqaruvchilar ham ishliguvchilarningki bir-biriga qanday qilish to'g'riliq
her iki tarafninki qancha diqqat qilishning lozim ekanligi. Bir taraf zulm qilib qolsa, boshqaruvchi uning hisobidan qattiq ekanligi. Agar ishliguchi xo'jayini zulm qilib qolsa, u topgan pul uyga akirgan pulning harom bo'lib ketganligidan iborat bir narsani tushungan bo'ldik ham bugun. Endi bugungi savolimiz kelsak, oxirdagi programimizning oxirida Ramazonda imtihon uchun ro'za tutmasam bo'lamdi, tutmasa bo'lamdi degan. Bir yil Ramazon taz imtihon vaqtida keldi ayna. Balalar taz shu imtihon bir vaqtda imtihon. Endi oldi bilan İmam Buxoriy, İmam Muslim naqlgan hadis sharifda buniyal islamu ala khamsin ashhadu an la ilaha shahadatu an la ilaha illallah va ashhadu anna muhammadar rasulullah iqamus salat ita'az zakat va saum ramadan hajjul bayt. Bu Ramazon islomning 5 narsa ustiga qurilganligi. Buningki 4-siningki mush Ramazon ekanligi. Kimiki mush Ramazonni, mush islomning mush 5 arkonlaridan birini qilmasa, ya'ni bunun İslam'ın 5 prinsip ekanligini biladi, lekin o'rinli qilib yoki Allah qandaqdir sabablar bilan qilmay qilib qolsa, eng cho'ng gunohkor bo'ldi. Hatto ba'zi olimlarimiz kofir bo'lib ketdi deganlarim bor. Lekin eng to'van darajasi bu cho'ng gunohdan birini o'tkazgan bo'ldi. Ya'ni eng cho'ng gunohdan birini. İmtihan sababli ro'za tutmaslik, ro'za tutmasin bo'ldigan uzr qatoriga kirmaydi. Hatto agar ülemalarımız deydi ama Ramazan'da ro'za tutmagan adam zina qilgan, fohishlik qilgan, o'g'irlik qilganda cho'ng gunohkor bo'ldi deydi. O'ylab basla. Yani bizning dinimizda o'g'irlik, zina degan ajoyib gunohlar, yani gunohi kabirlar. Shundaq ro'za tutmaslik uningdan og'ir, aroq ichgandan og'ir gunoh. Zina qilgandan og'ir gunoh. Xiroin chekkandan og'ir gunoh. Mo Ramazon chaqchaqalar emasmi bu? Şunun için o'quvchilarimiz chuqum ro'za kerak deb Saudiya Arabistonininki sabiqi Ibn Baz rahmatullohi alayh shunda da fatvo bergan. Ya'ni chunki sening imtihon ro'zadan o'zlaridan emas. Ya'ni qismimiz kerak. Zo'rliqda yaxshi. Zo'rliqda yaxshi ya. Kunduz dam ol, kech muzokara qil. Shundan u mencha Allohda chidimasa, o kesel o kesel nima kirdi. Ammo faqat imtihonni men yaxshi berma yoki ro'za tutib olsam imtihondan yaxshi o'tamayman degan Alloh qandaqdir vahima bunda gumon bilan ro'za tutmaslikqa qat'iy uzri yo'q deb Ibn Baz rahmatullohi alayh o'zining fatvosi kitobidagi 4-mujallad 223-betida shunday fatvo bergan. Shuning uchun buni uzr bo'lmaydi, ro'za tutish kerak. Alloh subhanahu va taolo ro'zani qabul qilsin. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun inshaalloh. Evet, yana shu soatlarda davomlashtiramiz. İnşallah. Vaqtimiz tugab qoldi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, qadrli qarindoshlar, shuna qilib bugungi mana bu Rasululloh programmamizning 10-qismi, 10-soni inshaalloh oxirlashdi. İnşallah Rabbimiz ömür verse, yana shu soatlarda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ya sayyidal